Assalamu alaykum qarindoshlar. Bu soatlik darsimizda biz tengsizlikni o'rganamiz. Texmo aniqroq qilib aytganda, birinchi darajalik oddiy tengsizlikni o'rganamiz. Biz bir noma'lumlik birinchi darajalik tenglimlarni o'rganib bo'ldik shundami? Unda bo'lsa bu soatlik yangi darsimizga boshlashdan burun biz tenglimini yana bir takror qilib o'taylik. Masalan, men do'stlar nayt oddiy tenglimidan birini yozay. 8 ilingan 5 teng 4 deb yozdim. Onda olsa bu bir tanlama şundama. Tanlama bulaş için iki şart çoğum hazırlanış gerekli. Bir rakanda bu ifadenin içinde en az bir tal naməlum san buluş gerek. İkincisi bu ifadenin içinde tanlık belgesi buluş gerekti. Onda olsa tanlamanın bir kaç tal alaylık battı. Yani kanda tanlamanın aldığı keynige, yani bu yerdeki aldığı keyni degen tanlık belgesinin aldığı keynini gösterdi. Tanlamanın aldığı keynige oxşaş bir sanını koşuvetsem ya ki elvetsem tanlamanın kıymet özgürmeydi. İkinci bir alaylık ki tanlamanın aldığı keynige nölden başka oxşaş bir sanını köpeysem veya ki nölden başka oxşaş bir sanını bölsem kıymet özgürmeydi deydiğin. Bu yerdeki kıymet özgürmeydi degen gap tanlamanın aldığı keyni yani birisi teng, bu yerdeki tenglik belgesi yani hükümge ige degen mananı bizge körüstüp durdu. Onda olsa bugünkü dersimiz tengsizlikka başlaştığım burun biz bir qancha tal tengsizlik işareti bilen tunuşup çıkaylı. Mesela bu, şundamı biz bunu köygendik. Qanda çoğunluk belgesi bir sanның yani bir sandan çoğun ekanligini körüstüp durdu. Onda olsa bu ço kichiklik belgesi şundama bir sanның yani bir sandan kichik ekanligini körüstüp durdu. Onda olsa biz biladigan tenglik belgesi var şundama bir sanның yani bir sanga teng ekanligini körüstüp durdu. Onda olsa yeni bir tal belge qilib qoldi. Bir sanның yeni bir sanga teng emas ekanligini, yani teng emas degan ma'noni ifodalab berdi. Bir qancha tal örnek berey. Masalan, A deb bir san bo'lsin, A 5dan cho'ng demoqchi bo'lsam qanday ifodalayman? A 5dan cho'ng. Agar A 5dan kichik bo'lsa, A degan bu san 5dan kichik. Agar A degan bu san 5 ga teng bo'lsa, A 5 ga teng. Agar A 5 ga teng emas demoqchi bo'lsam-chi, A 5 ga teng emas. Onda olsa bulardan başqa bizning yani bilmesek bo'lmaydigan ikki tal tengsizlik ifodamiz bor. İşaret belgesi bu belge. Balkim boshqalar biladiganlar bo'lishi mumkin. Shundami? Qaysi ma'noni ifodalaydi o? Cho'ng va teng. Unda olsa masalan men bir tal örnek berey. A deb bir tal san bo'lsin, A 5 ga teng va yoki 5dan cho'ng demoqchi bo'lsam. Shundami? Mesela yo'lda bir bola bo'lsin. Men nima dedim? Bu bolaning yashi 5 yosh va 5 yoshdan cho'ng bo'lishi mumkin. 5 ve 5'ten çoğun. Ondan sonra bu belge bilen yani bunun bu ifadenin qandaq ma'nosi var. Bu 5'ni öz içiga almaydı. 5'ten çoğun. Bu ço 5 veya ki 5'ten çoğun degan ma'noni ifodalaydi. Ondan sonra bu ço A degan bu san 5 veya ki 5'ten kichik. Yani bu ikkisi 5'ni öz içiga aladi. Onda olsa men bir tengsizlikten birini yazay. Mesela A, B deb ikki tal san bo'lsin. Yani matematikada ikki tal sanning 3 xil munosabati bo'lishi mumkin. A, B degan bu ikki san birisidan, mesela A, B'den cho'ng bo'lishi mumkin. Shundami? Va yoki A, B'den kichik bo'lishi mumkin. Va yoki A, B'ga teng bo'lishi mumkin. Onda bo'lsa A, B'den cho'ng bo'lsin va yoki A, B'den kichik bo'lsin. Biz bu ikkisini yig'inchoqlab A, B'ga teng emas. Yani A bilen B birisiga teng emas deymiz. Yani tengsizlik degan bu söz amaliyotda tenglikning qanday qarama-qarshi ma'nosi. Shundami? Unda bo'lsa, xuddi tenglimining bir qancha tal alaylıgi bor bo'lganga o'xshash, tengsizlikning bir qancha tal alaylıgi bor. Masalan, men nayt oddiy tengsizlikdan birini yozay. Yana shu misolni olaylik. A degan bu son, B degan bu sondan qanday cho'ng bo'lsin. Mesela A, B'den çoğun deb ifodaladim. Onda olsa bu bir tengsizlik. A, B'den çoğunken şundama. Men bu tengsizlikning aldığı keyniga o'xshash bir sonni qo'shib etsem yoki elib etsem dedik baytdan. Onda olsa aldığı keyniga o'xshash masalan C deb bir sonni qo'shib beray. Onda olsa A qo'shilgan C, yani B qo'shilgan C'den cho'ngmi? Albatta cho'ng. Chunki baytdan A, B'den cho'ng degandim shundami? A, B'den cho'ng degandim. Onda olsa A, B'den cho'ngken ikki tarafga C'ni qo'shib etsem. Qanda A qo'shilgan C, B qo'shilgan C'dan cho'ng. Biz bu tengsizlikni, biz tenglikni qanday tushungan to'q? Mesela A teng 5 bo'lsin, bu bir taroziga o'xshaydi. Yani tenglikni ashta tushunsak bo'ldi. Tarozining bir tarafda A va bir tarafda 5. İki taraf qanday birisiga teng. Shundami? Tampon holatdagi bir tarozi. Unda bo'lsa biz tengsizlikni xuddi bir taraf besib ketgan bir taroziga o'xshasak bo'ladi. A B'dan cho'ng degan gap bu yerda A bor, bu yerda B bor. Shundami? Tarozining bir taraf besib ketdi. Besib ketgan holatda ikki tarafga yana o'xshash bir narsa qo'shib qo'ysam, yana qanday A qo'shilgan C, B qo'shilgan C'dan cho'ng bo'ldi.
Unda olsa biz bunu birinci alaydilik tengsizlikten deyimiz. Yani iki tarafga o'xshash bir sonni qo'shib etsam yoki ilib etsam, bu yerdagi tengsizlik belgisining yo'linishi o'zgarmaydi. Ya'ni shu paytda turaveradi. Ikkinchi bir alaylik chu. Masalan, yana A, B'ni misol qilaylik. A degan bu son B'dan qanday bo'lsin? Cho'ng bo'lsin. A, B'den cho'ng. Unda olsa men bu tengsizlikning oldi keyiniga o'xshash bir musbat sonni ko'paysam, masalan, o'rnak 2 ni ko'paytirib boqay. A, B'den cho'ngkan, unda olsa A ga 2 ni ko'paysam, B ga o'xshash 2 ni ko'paysam, 2A, bu yerdagi A ko'paytirilgan 2 yana qanday bo'ldi? B ko'paytirilgan 2 dan cho'ng bo'ldi. Bu ikkinchi bir alayligi. Uchinchi bir alayligi qarab boqaylik. Üçüncü bir alayligi. Men yana nima dedim? A degan bu son B degan bu sondan cho'ng bo'lsin. Endi men qanday qilmay bu yerdan musbat sonni ko'paytdim shuni, ammo manfiy sondan birini ko'paytib boqay. Bu yerga manfiy sondan birini ko'paytgan vaqtimda qanday bo'ldi? Masalan, -2 ni ko'paytsam, -2A, shuni, ammo bunga -2 ni ko'paytdim. Unda bo'lsa B ga -2 ni ko'paytsam, -2B bo'ldi. Men bir manfiy sonni ko'paytgan vaqtimda bu yerdagi tengsizlik belgisining yo'linishi qanday qilib ketadi? O'zgarib ketadi. Buningga alohida diqqat qilish kerak. Nurg'un o'quvchilar mishada xatolik paydo qildi. Masalan, men bir tal o'rnak beray. Masalan, 4 degan bu son 3 dan qanday bo'ldi? Cho'ng bo'ldi. Shundaymi? Men bu tengsizlikning oldi keyiniga o'xshash 2 ni ko'paysam, moyanachi bo'ldi? 8 yana 6 dan qanday bo'ldi? Cho'ng bo'ldi. Shundaymi? Agar men bu tengsizlikning oldi keyiniga -2 ni ko'paysam-chi, -2 ni ko'paytgan vaqtimda moya -8, moya-chi -6 bo'ldi. -8 bilan -6 ning qaysi cho'ng? Biz son o'qini o'rgangan shundami? -6, -7, -8 deb ketadi. Unda bo'lsa son o'qining ustida o'ng tarafdagi sonlar har qatim sol tarafdagi sonlardan cho'ng, ya'ni -6, -8 dan cho'ng bo'ldi. Yani bir o'quvchining biz minusni ashta tushunadigan shundami? Bir o'quvchining 8 TL qarzi bo'lsin, yana bir o'quvchining 6 TL qarzi bo'lsin. Ikkilisining dadasi ikkilisiga qanday 10 TL bergan vaqtida bu o'quvchining yanada qarzni to'layotgandan keyin 2 TL qolib qoldi. Ma o'quvchining-chi yanada 4 TL qolib qoldi. Ya'ni -6, -8 dan cho'ng. Unda o'zi qaraydigan bo'lsak, 4 3 dan cho'ng degan bu ifodaga, tengsizlik ifodasiga o'ng sol ikki tarafga 2 ni ko'paytgan vaqtimda bu yerdagi tengsizlik belgisining yo'linishi o'zgarmadi. Ammo -2 ni ko'paytgan vaqtimda-chi tengsizlik belgisining yo'linishi o'zgarib ketdi. Bir xulosalar o'tishga to'g'ri kelsa, bir tengsizlikning oldi keyiniga o'xshash bir sonni qo'shib bersam yoki ilib etsam, bu yerdagi tengsizlik belgisining, ya'ni ishoratning yo'linishi o'zgarmaydi. Tengsizlikning oldi keyiniga o'xshash bir musbat sonni ko'paytsak, tengsizlik belgisining yo'linishi o'zgarmaydi, shundami? Unda bo'lsa tengsizlikning oldi keyiniga o'xshash bir manfiy sonni ko'paytgan vaqtimizda bu yerdagi cho'ng belgisi kichikka, agar bu yerda kichik bo'lsa cho'ngga, yana tengsizlik belgisining yo'linishi o'zgaradi. Unda bo'lsa tengsizlikning bu 3 alohidaligiga asosan biz nurg'unlagan tengsizlik ifodalarini hal qila olamiz. Unda bo'lsa biz nəhayət oddiy savoldan ikki tal ko'rib boqaylik. Masalan, birinchi savol: X qo'shilgan 5 9 dan kichik. Shundaymi? Unda bo'lsa bu yerdagi x'ning qimmat orliqini toping. Biz bu yerda nima dedik? Tengsizlikning oldi keyindan o'xshash bir sonni elib etsak yoki qo'shib etsak bo'ldi. Bu yerdagi tengsizlik belgisining yo'linishi o'zgarmaydi dedik, shundaymi? Unda bo'lsa men oldi keyindan 5 ni elib boqay. X qo'shilgan 5, elingan 5, shundaymi? Oldidan 5 ni oldim, keyinidan 5 ni olaman. Unda bo'lsa 5 dan 5 ni olsam qolmadi, X 4 dan kichik. Nima degan gap? Yani bu yerdagi X qo'shilgan 5 9 dan kichik bo'lib turish uchun bu yerdagi X 4 dan kichik bo'lish kerak ekan. Masalan 0, 1, 2, 3 bo'lsa bo'ldi. Masalan men 2 ni misolga qo'yay. X 2 bo'lgan vaqtda, shundaymi? Chunki X 4 dan kichik bo'lish kerak. X 2 bo'lgan vaqtda 2 qo'shilgan 5 7, 7 9 dan kichikmi? Albatta kichik. Masalan bu yerdagi X 6 bo'lib qolsa-chi. X 6 bo'lib qolgan vaqtda 6 qo'shilgan 5 11. 11 ga 9 dan kichikmi? Yo'q. Demak bu yerda tanglimada biz x'dan manchi deb aniq bir qimmat chiqatdi, shundaymi? U x'ning qimmati bo'libdi. Ya'ni biz tanglimani yechgan bo'lardik. Lekin tengsizlikda aniq bir qimmat, ya'ni muqim bir son sifir chiqmaydi. 4 dan kichik bo'lgan. Ya'ni bu yerda x 4 dan kichik degan gap, x 4 dan kichik bo'lgan barliq qimmatlarni, ya'ni barliq son sifirlarni ola oladi degan gap. Ya'ni bu yerdagi x 4 dan kichik bo'lgan vaqtda x qo'shilgan 5 cho'qim qanda 9 dan kichik bo'ldi. Bu x'ning qimmat orliqi bo'ldi. X 4 dan kichik bo'lgan bu ifoda. Ikkinchi savol qarab boqaylik. X elingan 3 qanda 4 ga teng va yoki 4 dan cho'ng debdi. Unda o'zi men ikkala tarafga 3 ni qo'shib etsam, x elingan 3 qo'shilgan 3, oldiga 3 ni qo'shib berdim, keyiniga 3 ni qo'shib berman shundaymi? -3 ga 3 ni qo'shsam yo'qolib ketdi. Unda o'zi x
4 kuchni qo'shsam 7. X 7 ga teng va yoki 7 dan cho'ng bo'lishi kerak ekan. Ya'ni X elingan 3 4 ga teng va yoki 4 dan cho'ng bo'lish uchun bu yerdagi X 7 ga teng va yoki 7 dan cho'ng. Bu nimani ko'rsatib beradi? X ning qimmat orliqi. Unda o'zi qaraydigan bo'lsak, biz buni ikki tarafga 5 ni elib etdim yoki 3 ni qo'shib etdim deb o'ltamay, xuddi tenglimini yechganga o'xshash, bu yerdagi -3 ni tengsizlik belgisining keyniga o'tkazib etsam bo'ladi. Yana nima degan gap? -3 ni keyniga o'tkazayotgan vaqtimda, shundami? 4 qo'shilgan 3 bo'lib ketadi. Bu yerdagi -3 plus bo'lib keldi. X necha 7 ga teng va yoki 7 dan cho'ng mahal shaklda. Unda bo'lsa, biz tengsizlikka aloqador yana bir qancha tal savollarni ko'rib boqaylik. Unda bo'lsa 3-chi savol qarab boqaylik. X qo'shilgan 7 9 ga teng va yoki 9 dan kichik deb tushundami? Unda bo'lsa X ning qimmat orliqini toping. Men bu yerdagi plus 7 ning keyniga, ya'ni tengsizlik belgisining keyniga o'tkazsam bo'ldi. Unda o'tkazayotgan vaqtimda X 9 elingan 7 ga teng va yoki kichik. 9 ni 7 dan so'ng necha? 2. Tushundingmi? Unda bo'lsa X 2 ga teng va yoki 2 dan kichik degan gap. Nima degan gap? Ya'ni X qo'shilgan 7 ning 9 ga teng va yoki 9 dan kichik bo'lishi uchun bu yerdagi X 2 ga teng va yoki 2 dan kichik bo'lishi kerak. Yani 0 bo'lsa bo'ldi, -2 bo'lsa bo'ldi, 1 bo'lsa bo'ldi, 2 bo'lsa bo'ldi. Masalan 0 ni misol olay. 0 ga 7 ni qo'shgan vaqtimda 7 9 dan kichikmi? Albatta. Unda bo'lsa, ya'ni bu yerdagi tengsizlikni biz yechgan vaqtimizda qanday bo'ldi? Bu yerda X ning aniq bir qiymati chiqmaydi. Ya'ni bir turkum qiymatlarni ola oladi X. Ya'ni X qo'shilgan 7 ning 9 va yoki 9 dan kichik bo'lib turish uchun bu yerdagi X 2 va 2 dan kichik bo'lgan barliq sonlarni ola oladi. degan gap. Biz buni qimmat orliqi deb ataymiz matematikada. Unda biz 4-chi savol qarab boqaylik. 2x necha 14 dan cho'ng bo'lish kerak ekan. Men bu aytdim nimada? Tengsizlikning oldi keynini o'xshash bir musbat songa ko'paysak va yoki bo'lsak bo'ladi. Ya'ni bu yerdagi tengsizlik ishoratining yo'linishi o'zgarmaydi dedim shundami? Unda biz oldi keynini 2 ga bo'lsam, bu yerda x qoladi, bu yerda-chi 7. 2x dan 14 dan cho'ng bo'lish uchun x 7 dan cho'ng bo'lish kerak ekan. 5-chi savol qarab boqaylik. 2x elingan 1 5 dan cho'ng 13 dan kichik. Men bu yerdagi x ni yolg'iz qo'yishim kerak. Unda bo'lsa, bu yerga 1 ni qo'shib bersam, 2x elingan 1 qo'shilgan 1. Bu yerga 1 ni qo'shib bergandan keyin shundaman, bu o'rtadagi bu ifodaga keyinidagi 13 ga 1 ni qo'shib berma, oldidagi 5 ga 1 ni qo'shib berma. Unda bo'lsa, -1 ga 1 ni qo'shsam yo'qolib ketdi. 2x keldi, keyinichi 14, oldichi 6. X ni yolg'iz qo'shim kerak x dan qimmat orliqini tepish uchun, shundami? 2 ga bo'lsam, 2 ga bo'lgan vaqtimda bu yerda x qoldi, bu yerda-chi 7, 6 ni 2 ga bo'lsam 3. Ya'ni 2x elingan 1 ning 5 dan cho'ng 13 dan kichik bo'lishi uchun bu yerdagi x 3 dan cho'ng 7 dan kichik bo'lishi kerak ekan. Unda o'zi qaraydigan bo'lsak, bu yerda bir narsa beribdi bizga, shundami? Bu ifoda nimani ko'rsatib berdi? Bir sonning va yoki bir narsaning bir kategoriyaga, bir guruhga tava ekanligini ko'rsatib berdi. Nima debdi? X z ga tava. Ya'ni z degan nima? Biz birinchi son darsimizda o'rgangan butun sonni ko'rsatdi shundami? X butun son kategoriyasiga tava. X bir butun son degan gap. Unda o'zi x dan necha debdi? X 3 dan cho'ng 7 dan kichik x butun son. Unda bo'lsa topa olamiz shundami? Butun sonlar 3 dan cho'ng bo'lgan, 7 dan kichik bo'lgan butun sonlardan 4, 5, 6 bor. Unda bo'lsa x dan 4, 5, 6 degan 3 tal butun son bor ekan. 6-chi savol qarab boqaylik. 5 dan 2x elingan 3 3 ga teng va yoki 3 dan cho'ng. Shundami? Unda biz bu yerdagi x dan qimmat orliqini toping. Bu yerda bir kasr bor ekan qaraydigan bo'lsak, bu kasrni yo'qotish uchun men qanday qilma? 5 ni ko'paysam, oldi keyingi 5 ni ko'paytgan vaqtimda yo'qolib ketadi bu yerdagi maxraj. 5 ni ko'paytdimi? 5 ko'paytilgan 5 dan 2x elingan 3. Oldiga 5 ni ko'paytgandan keyin keyinigimi 5 ni ko'paytdimiz, shundami? Unda o'zi men 5 ko'paytdim. Bu bir butun son. Maxraj necha? Maxraj 1. 5 bilan 5 qisqarib ketdi, yerda 1 qoldi, yerda 1 qoldi. Unda 2x elingan 3. Nechadan cho'ng? 15 dan cho'ng. Bu -3 ni keyiniga o'tkazgan vaqtimda 2x 18 ga teng va 18 dan cho'ng. Unda bo'lsa x qanday bo'ldi? 18 ni oldi keynini 2 ga bo'lsam 9 ga teng va yoki 9 dan cho'ng bo'ldi. Nima debdi? X butun son, unda bo'lsa mean, ya'ni matematikada mean degan eng kichik qimmat deganni ko'rsatib berdi. Max degancha eng cho'ng qimmat deganni ko'rsatib berdi. Unda bo'lsa x 9 ga teng va 9 dan cho'ng bo'lishi kerak. X butun son, unda bo'lsa x ning eng kichik qimmati necha bo'ldi?
9. Shundaymi? 9 va 9 dan cho'ng bo'lgan butun sonlarning ichidagi eng kichik qimmat necha? 9. Ha, unda bo'lsa eng oxirida yana 3 ta savol qarab boqaylik. 7-savol. -3 qo'shilgan 5 o 7 dan cho'ng. Shundaymi? Unda bo'lsa bu yerdagi x'ning eng cho'ng qimmati x butun son ekan. Biz bu yerdan ko'rgan to'g'rimi? X butun son x'ning eng cho'ng qimmatini toping. Unda bo'lsa men bu yerdagi x'ning qimmat oraliqini bir tep chiqay. Bu yerdagi 5 ning keyniga yetkazsam bo'ldi. Shundaymi? Unda bo'lsa -3x necha? O 7 dan 5 olsam 12 dan cho'ng. Endi qanday qilman? Bu yerdagi x'ni yolg'iz qo'yish uchun men bu oldidagi -3 ga bo'lib o'taman. Shundaymi? Biz bu yerdan nima dedik? Darsimizning eng halqiliq yeri bu. Bir tengsizlikni manfiy songa ko'paytganda va yoki bo'lganda bu yerdagi tengsizlik belgisining yo'linishi o'zgaraydi dedik. Mushunga alohida diqqat qilish kerak. Men -3 ga bo'lma, -3 ga bo'lgan vaqtimda bu yerda x qoladi. 12 ni -3 ga bo'lsam -4. Bu yerdagi cho'ng belgisi o'zgaramdi, albatta yo'linish o'zgaraydi. Unda bo'lsa x'ning x -4 dan kichik bo'lish kerak ekan. Ya'ni -4 dan kichik. X qanday son? X butun son. Unda bo'lsa -4 dan kichik bo'lgan butun sonlarni biz bir qancha tal yozib boqaylik. Masalan, -5, shundaymi? -6, -7, -8 degandek. -4 ga teng bo'lmaydi. -5, -6, -7, -8. Bu butun sonlar -4 dan kichik bo'lgan butun sonlar. Cheksiz ketildi shundaymi? Bularning ichidagi eng cho'ng x. Unda bo'lsa eng cho'ng necha? -5. Shunlashqa eng oxirgi javob x qana maxdan necha? -5 deb yozib qo'yamiz. Unda bo'lsa 8-savol qarab boqaylik. 5 dan x elingan 3 dan x elingan 2 -2 ga teng va yoki cho'ng. Unda bo'lsa qaraydigan bo'lsak, bu yerda 2 tal kasr bor shundaymi? Maxraj o'xshamaydi. Men birisi-birisidan elish yoki qo'shish uchun cho'qim maxrajni o'xshash qilishim kerakdi. 5 bilan 3 ning eng kichik o'rtaq hasillik soni necha? 15. Unda bo'lsa maxrajlarni 15 qilaman. 5 ni 15 qilish uchun 3 ga ko'paytdim. Unda ustini 3 ga ko'paytsam 3x elingan. Men buni 15 qilish uchun ast ustini 5 ko'paytdim shundaymi? 15 bo'ldi. Ustini 5 ko'paytsam 5x elingan 10 -2 ga teng va yoki cho'ng. Unda bo'lsa maxraj o'xshash bo'lib qoldi. Maxraj o'zgarmaydi. Suratni olamiz. 3x elingan 5x elingan 10 -2 ga teng va yoki cho'ng. Unda bo'lsa ustini bir oddiylashtirsam, shundaymi? 3x elingan 5x minus nima bo'lib keldi? +10 -2 ga teng va yoki cho'ng. Unda biz qaraydigan bo'lsak, 3x dan 5x olsam -2x qo'shilgan 10 bo'lingan 15 -2 ga teng va yoki cho'ng. Bu yerda bir kasr bor yana. Maxraj necha? 15. Men buning oldi keyniga 15 ni ko'paytgan vaqtimda bu kasr yo'qolib ketadi. Nima degan gap? Ko'paytib qo'y. Masalan, ko'paytgan vaqtimda 15 ni ko'paytdim shunami? Oldi keyniga. Unda biz bu yerga 15 ni ko'paytsam, 15 ning maxraj necha? 1 qisqarsam yo'qolib ketdi. Unda bo'lsa -2x qo'shilgan 10 nechadan cho'ng? -2 ko'paytirilgan 15 degan -30. Endi qaraydigan bo'lsak, men bu yerdagi -2 ni o'ng tarafga, -30 ni so'l tarafga yetkazsam bo'ladi. Tengsizlik belgisi shu pet qoldi. Unda 10 qo'shilgan 30. Bu -2x menga kelgan vaqtda 2x bo'ldi, shunami? Unda 10 ga 30 ni qo'shsam necha? 40. Menga kelsa 40. Necha? 2x dan cho'ng. Ikki tarafni 2 ga bo'lgan vaqtimda bu yer 20, bu yer x. Mana tepib chiqdim x ning qimmat oraliqi. Yana 5x elingan 3 dan x elingan 2 -2 ga teng va yoki cho'ng bo'lish uchun bu yerdagi x 20 ga teng va 20 dan kichik bo'lish kerak ekan. Shundaymi? Unda 9-savol qarab boqaylik. -2 dan 5x elingan 9, 1 elingan 2x dan kichik. Yana qaraydigan bo'lsak, bu yerda kasr bor. Men birinchi bo'lib kasrni yo'qotdim. Kasrni yo'qotish uchun bu kasrning maxraj necha bo'lsa, shuni ko'paytamiz. Unda bo'lsa, men buni necha ko'paytdim? -2 ga ko'paytdim. -2 ga ko'paytirilgan. Bu yerda -2 bor, 5x elingan 9, -2 ko'paytirilgan 1 elingan 2x. Unda bo'lsa, men bu yerni yozmay qo'yib qo'ydim. Chunki hozir bu yerda darsimizning eng kritik, ya'ni eng halqiliq bir nuqtasi. Men buni necha ko'paytdim? Oldi keynini -2 ko'paytdim. Shundaymi? Biz manfiy songa ko'paytganda va yoki bo'lganda bu yerdagi tengsizlik belgisining yo'linishi o'zgaraydi dedik. Kichik bo'lsa qanday bo'ldi? Cho'ng bo'ldi. Buningga alohida diqqat qilish kerak. Unda bo'lsa -2 ga ko'paytgan vaqtimda -2 degan butun son maxraj 1 qisqaramdi, albatta qisqaraydi, shundaymi? 5x elingan 9 cho'ng
Minus 2'ye bölünü köpəysəm minus 2, minus 2'ye minus 2 eksini köpəysəm plus 4 əkiz. 4 əksi ma tərəfə minus 9 ma tərəfə götürsəm 5 əkiz elinğan bir yerdeki 4 əks gəldi. Şundamı? Onda olsa minus 2 qoşulğan 9. Əkiz neçədən çoğ? 7'den çoğ. Eksinin qiymet aralığını tepib çıxdım. Yəni bu yerdeki minus 2'den 5 əks elinğan 9, bir elinğan 2 əksdən kiçik bulaş üçün bu yerdeki əkiz 7'den çoğ bolsa bulurken 8 bolsa buldu, 9 bolsa buldu, 9,5 bolsa buldu, 100 bolsa buldu, 1000 bolsa buldu. Ama 6 bolsa bulalamdı, bulamaydı. Yəni 6 bulub qalğan vaxtda ma ifadədən kiçik emas, çoğ bulub qaldı. Onda olsa bugünkü dərsimiz təngsizlik müşahidə axırlaşdı. Həmmənlərə köpdən köp rəhmət.